Çoğunluğun neçlik keldi berenki? 30 mı keldi. Murat akalik siz degan uzun yıl bo'lgan kichik vaqtdan oshgan ham shumi? Ha, dal to'g'ri. Baxt yo'liga joylashgan Go'yarzmin taomlari degan oshxonda oshqar Qodir akam. Men bilmagan ekan kichik vaqtga oshqana. Aşağıdan bir görüşüp qaqashlarni ikimizni og'zida anglaymiz. Qanday ahvol? Yaxshi, Qodir aka, qanday ahvol? Ha, fikirlar ham o'shani hamda akamning yeri deydi, "Ey, ukam, mana qilib boqamiz" deydi, shuni olmuş oshxona tayyor qildim. Burunqi Shinfuludagi Go'yarzmin. Hamma nima tabiiy chiqdi. Mon ichi oshxona rayonida bu Ha, tomoq. bu tomoq yediraya. Biz O'zlar Shinfulda nechinchi yil oshxona? 2005dan 2013 yilgacha ochgan. Kichik vaqtlar Ha, ekan. uningdan keyin biz mana shu yo'lga chiqish sababi bilan oshxona ochamay qoldik. Ha, buyliqqa oromgoh qilib Go'yarzmin oromgohni echyotgan. Ham u yerda yozlik qilib qishni bekor qildi ekanmiz deb shuning bu yerda qishliq, yozlik 4 fasl ochidan tayyor qildik. Niye? Minsur ayını. Ha, bu Minsur oyini hamda hozir bu Minsur oyini tayyor bo'lmadi. Jonshu qilish oldida yana 10 kun vaqt bor. Ham biz oshxonni jiddiy tayyorlik qilyapmiz. Mustafa hatta tozalik qilsak 15-si rasmiy ochmoqchi. Uyguliklar. Ha, Onda oynayapmiz. indilikqa. Ha. Ham shu munosabat bilan hamda bizniki hozir keng xalq ommasiga deydigan gapimiz shu uyni eng usta oshpaz ustamlar taklif qilamiz. Boshda gap yo'q. Undan keyin biz ochilish marosimidan keyin kelgan har qanday xaridorlarniki mashinasi haqsiz uyimiz. Shunday mulozimat bor. Kimning mashinasi? Ha, tomoq kelsalar mashinasini haqsiz yuvatimiz. Yani bizni tomoqlarimiz hammasi tabiiy. Shu moy olsun, un olsun, go'sht olsun tabiiy. Kebab turlari hammasi o'tinli pishadi. Iliqqa sayni o'zini ozod qo'ymagan saychil deb bo'ldi. Ha, ozod qo'ymagan sayin biz teri qo'ydik, dehqonlarga da qo'ydik. Ozod qo'ymasa odatdagi saydan biroz qimmat oldiganga. Pokiz uldida ham shapaliqqa sirtdan kelgan sayohatchilar bo'lsin, malda tomoqlarga izlab yurib yeydi. Shu. Mau, yong'oq. Ha, yong'oq, uyrik. Optap berezam tikyaptik. Qummi tayyor to'kilib ketdi bo'lsa. Ha, qum tushida rayim shu. Hamda biz meyaga dorilik mo'nchilarni savatdik. Çoğunluğun neçlik keldi berenki? 30 mı keldi. Turpan 30 mo'lik bir oshxona degan gap, bir aramga. Ma israt aramga shuna bo'lardi. To'g'ri, to'g'ri. Hammilnim bor, hammilnim tabiiy. Ha, shu. Shariat 15-si ichilish marosimini bir durust qilsak, shu yiroq yaqin kelgan mehmonlar mishaga bir akasi. Shu kuni qaysingizlar cho'qim qatnashmamsizlar bo'lmaydi. Usulni o'ynab, hamda shu tayyorlar 15-chi tayyor qildik hamda. Ha, 15-soatcha tayyor bu ketdi. Asli bugun sizlar tasoddifiy kelib qoldingizlar. Tozliqlar tugamagan. Asli atda shunday bir ishlab film yo'llamoqchi xalq ommasiga, lekin bugun kelib qolibdikansizlar, men xo'sh o'pay. Hamda tozliqni qisaq bo'ldan bo'lganki deb. Hamda unaqasa mening aniq adresi boy nan xolu. Nan xolu dehqonchilik bozorining ichi kirslar uzun ko'rdi ekan ku. Go'yarzmin. Nan xoludiki, yana shu malvazir malvazir. Buruq malvazir. Nan xoludiki uzun kirslar ko'rdi ekan Go'yarzminda 15-yoshlar necha yil boshlaymiz? 10da. Aş şifanlıdın udul aş nafallı takışıp maş aydın xotirep mangandan keyin burunqi ko'd malvazirning oldida bir dehqonlar bozori bor. A dehqonlar bozorining o'ttirsin udullar shu malvazirning ichiga kirsa, bizning o'rnimiz asha shu viskimi bor. Ko'rindiki. 135 65 59 007. 15-yoshlar ko'rishmiz. Görüşümüze gizem emas.